odamlar orasida kimsiz? Odam farishta bilan hayvonning o'rtasidagi mavjudot. Yana ham aniqroq qilib aytganda o'zingizni o'zingizga kim deb tanishtirasiz? O'zgarib turmagan uy qabrdir degan ekan. Yozda ko'karib nima hurmat topdimki, qishda ham ko'karay degan ekanda. Ajri ham ko'p, lekin rayhonam kam emas. Demak, siz haqiqatning ko'zlariga qaray olyapsiz-a? Boyib ket, mendan ortgan to'yingga ketsin demaydi u. Faqat odam bo'l deydi chol. Odamni odam bo'lib yashash uchun, odamni odam bo'lib qolish uchun asosiy yordamchi vosita nima? Bukri beli million yilda rost bo'lganmish, lek bir damda tuproqdan ham past bo'lganmish. Ikki oyoqda yurganlarning hammasi odam emas. To'rt oyoqda yurganlarning hammasi hayvon emas. Birov o'lsa ichimiz achiydi, lekin tuyg'ularning o'limiga parvo qilmaymiz. Tuyg'ular va tafakkur birlashsa, nima paydo bo'ladi? She'r yo'qolmaydi, shoir o'lmaydi. Hayotga savollar bilan kelamiz, hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar, hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda mehmonimiz shoir Shodmonqul Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eson omon keldingizmi? Rahmat. Hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llari ko'rsatuviga keldingiz. To'g'ri keldingizmi? Albatta. O'zi har qanday insonga to'g'ri yo'lni nima ochib beradi? Niyat mayoq. Bugun siz qaysi yo'ldasiz? Avvalgi yo'l she'r yo'li. She'riyat yo'li. She'r yo'li hayotga aylansa, bir-biriga singib ketsa, undan ma'no topa boshlaydi. She'r yo'li degan aqcham kichkintoy bir she'rim bor. Marhamat. She'r yo'li senga roz aytmoqning yo'li shu bo'ldi. Faqat rost aytmoqning yo'li shu bo'ldi. Tinglading, tushunding, ammo jim turding. Netay boz aytmoqning yo'li shu bo'ldi. O'ziga yetganning yo'li bittadir. Uzundir, ulkandir, arshdan kattadir. Ro'parangdan hech kim chiqmas bu yo'lda. Bir taqdir bir bora yurib o'tadir. Dunyoga kelishning yo'li shu bo'ldi. Taqdirni bilishning yo'li shu bo'ldi. Quvonib, o'ksinib, o't bo'lib yonib, mardona o'lishning yo'li shu bo'ldi. Bu sizning yo'lingiz. She'riyatdagi yo'lingiz. She'r yo'li. She'r yo'lingiz hayotga ko'chdimi? Ancha bo'ldi ko'chganiga. She'r yo'lida hayotda yashash mumkinmi? Doim shoirlik bo'lmaydi. Oddiy inson bo'lib nafas olib, turmush tarzini yashab o'tish juda yaxshi. O'shanda she'rning qadri, qimmatini odam biladi. She'r yozgin kelgan, lekin ilhom kelmagan, og'riqli, sog'inchli, tund, mashg'ul kunlar bo'ladi. Xo'p. O kunlarda yashash qiyin. O'shanda bir ilhom kelsa, bir miriqib, dardingni to'ksang, jisman charchab, lekin ma'nan yuksalib, totli bir horg'inlikda tursang, ana shu ko'chgani. She'r yo'lida yashash baribir qiyin-da. Qiyin. Bu sizni dunyoyingiz chunki. Ha. Siz odamlar orasida kimsiz? Shoir odamlar orasida kim? Endi men kim uchun o'g'ilman, kimgadir otaman, kimgadir akaman, yana kimga sinfdosh, kursdosh jo'raman. Singillarimga, opalarimga suyanchman. Ayni paytda shoiriyamman. Shoirsiz. Yana ham aniqroq qilib aytganda o'zingizni o'zingizga kim deb tanishtirasiz? Men uni to'g'risi hali bahosini topolganim yo'q. Juda ham murakkab, tarkibli bir mavjudot. O'zi umuman olganda bu hayot yo'llarida insonni o'ziga o'zini kim yoki nima tanishtiradi? Halollik, adolatga tikka qarash. Agar o'shandan qochsa, u odam o'zini tanimay o'tib ketadi.
Demak, siz haqiqatning ko'zlariga qaray olyapsiz, a? imkon qadar. Imkon qadar. Siz o'zingizga nisbatan adolatlimisiz? O'zimga nisbatan o'zimni ancha erka qilib o'rganman. Shu tomoni bor. Lekin albatta adolatga qarayman. Odamlarda borligi shuning uchun ham yaxshiki taqqos bor. Metroga, bozorga yoki bir izdihomga tushsangiz, bir g'amgin odamni ko'rsangiz, demak mendan boshqa ham qandaydir xafa odam bor ekan deysiz. Quvnoq odamni ko'rsangiz havas keladi. Hozirgina bir 3-4 19-20 yoshli yigitlar bir narsani bahs qilib shunaqa zavq qilib kulyapti. Hech bir beg'ubor tabassum, beg'ubor kulgular, yerga ursang osmonga sapchiydigan olov yigitlar. Mendan bir 25 yosh kichkinaman. Ularni ko'rib zavqim keldi. Mana shular bor. Mana shular ko'taradi odamning kayfiyatini. Yana bir gapki, bir chiroyli kiyingan o'ktam yigit yoki chiroyli bir hayo bilan bezangan go'zal bir qizni ko'rsangiz, ana shu nimaga ko'chaga shunday chiroyli bo'lib chiqyapti? Hayotning bezagi shu. O'zi bilmagan holda odamlarga ezguliklashib ketadi o'sha. Nafaqat o'ziga? Nafaqat o'ziga. To'g'ri, aytayotganingizdek har bir insonning, har bir yoshning o'zining haqiqatlari bor, o'zining dunyosi bor. O'sha o'zining dunyosida yashay olish bu baxt-a? Shunday. Hali yelkasiga hayot qamchilari tegmagan. Lekin bu sinovlardan ham o'tadi. Lekin biz unutmasligimiz kerak-da, biz odamlar orasidagi odammiz. Biz majburmiz odamlar orasida yashayotganimizni his qilib yashash. Odamni odamiyligini nima o'g'irlaydi? Yolg'on. Yolg'on? Yolg'on soxtalik beradi. Soxtalik bo'lgandan keyin u qalb sovuqlashadi. Bir satrim bor. Nurjonaning yuragida kiyiklar sovqatdilar degan. U yurakda tuyg'ular o'ladi. U yurakka she'r kelmaydi. She'r yozmaydigan kishining ham poeziyasi bor. Bo'lmasa qo'shiq ommalashmasdi, bo'lmasa dostonlar ommalashmas edi. Muhabbat haqidagi film yoki ayriliq haqidagi bir romanlar ommalashmasdi. Hammani o'zining poeziyasi bor. Ana shu poeziya o'ladi u qalbda, soxta, yolg'on qalbda. Keyin boshqasini bilmadim, lekin she'r farishtasi qaytib kelmaydi. Tushundim. Shu o'rinda bir savol. Zaminimizda tiriklikning bir kechi, bu kechda siz, biz bormiz. Nima uchun bormiz? Yashayotganimiz uchun bormiz-da. O'zi aslida nima deb o'ylaysiz? Biz har kuni yashayapmizmi? Gap shunda. Yashalmagan kunlarimni yodimga kelmayapti, shunday joy bor. Yashalmagan kunlar bor. Ulovimda tik turganlar va bo'sh turgan joylar bor. Yashalmagan haftalar bor, yashalmagan oylar bor. Yashalmagan kunlar ko'p. Lekin buni yashash kerak. Yaqinda qayta yashasa bo'ladimi? Yashalmagan kunlarni. Haqiqatga eltuvchi eng yaqin yo'l iztirobdir deydi Dostoyevskiy. O'sha qayta yashashga imkon beradi. Imkon bor. Odam qachon bo'lsa ham bir marta chuqur iztirob tortish kerak. Bo'lmasa ta'mini bilmaydi, qadrini bilmaydi. Insonni odam bo'lib yashash uchun demak iztirob kerak. Kerak. Faqat shoirga emas, umuman odamzodga kerak. Shuning uchun ham Allohning adolati borki, shu adolat simni bolg'ab tagiga olib to'g'rilaganday to'g'rilab qo'yadi. Bu dunyoda adolat bormi? Sen ham bor narsani so'rada bolam, deydi-ku Abdullayev. Ha, tushundim. Bilasiz, yashash uchun, yashamoq uchun, shunchaki yashamaslik uchun baribir insonni nimagadir hayotga nisbatan, o'ziga nisbatan ishonch bo'ladi-da, nisbiy bo'lsa ham. O'sha ishonchni nima o'ldiradi, nima tiriltiradi? Mana ishonch.
Ha, Ishonch bo'lgani uchun biz yashayapmiz-ku. Nimagadir bo'lmasa- ishonib, u bo'lmasa og'ir bo'ladi. nima o'ldiradi? Yaqinda bundan bir ko'p emas, 2 oy, 3 oy burun ichimda bir ustunim qulab tushganday bo'ldi. Men nihoyatda ruhiy bir siqildim. Xayriyat u yana o'z o'rniga qaytdi. Shukr. Men o'zimni ko'tarib oldim. Ana shu ishonchning bitta shakli, ko'zimga ko'rinadigan, qo'l bilan ushlasa bo'ladigan shakli. Sizni nima o'sha qaytardi? Ishonchga nima qaytardi? O'sha ustunim qaytdi joyiga. Hayotimdagi aziz bir odam, hayotimdagi aziz bir voqealar nimadir tabarruk bo'lmasa hech ma'nosi yo'q. Tabarruk narsasi sog'inadigan joyi, boradigan, sog'inib boradigan manzili, sog'inadigan odamlari, uni olqishlaydiganlari bo'lmasa o'lim boshlanadi. Ma'naviy, keyin jisman. Bu og'ir Judayam. nima jarayon. Qaytganingiz muborak bo'lsin. Shundoq bo'lsin. Hamma ham qayta olsin. Ha, qiyin, Qayta olish qiyin-da. qiyin. Yiqilgan odam turish qiyin. Lekin hayotning qonuni ham shunday-ku. Shunday. Shu o'rinda bir gapingizni eslataman-da. 2 oyoqda yurganlarning hammasi odam emas. 4 oyoqda yurganlarning hammasi hayvon emas. Odam bo'l degan bir kichkina falsafiy hikoyacha bor menda. O'zingizniki. Bir yigit bozorda tilanchi chol bo'ladi. Kim tanga bersa odam bo'l deydi, faqat duo qiladi. Boyib ket, mendan ortgan to'yingga ketsin demaydi u. Faqat odam bo'l deydi. Xo'p, bu bo'lgan voqea. Hikoya bu. Yigit shunga e'tibor qilib, nima uchun bunday deysan? Odam emasmizmi desa, chol eski do'ppisini beradi, ixlos bilan kiy deydi. Shunday kiyib qarasa, bozor to'la hayvon. Bo'ri yuribdi, qo'y yuribdi, toshbaqa novvot tortayapti, yo'lbars temirchilik qilyapti, tulki pul maydalayapti. Ahyon-ahyonda odam bor. Keyin odam bo'l degan duo borda. U qiyofasi ichi shunday. Bir yaqin ukamizni yaxshi ko'rgan tulpor oti o'lib qoldi kutilmaganda. Men otga uning mehrini, uning qayg'urganini, yaxshi ko'rgan otiga nima qilganini ko'rib boshqacha bo'ldimda. Sababi ular gaplashayotganini men ko'rardim. Ikkovlari gaplashardi ot bilan. O'sha 4 oyoqli jonivorning sadoqati, uning vafosi, uning shiddati ana shu Chirchiq daryo bo'yida minib yurardi. O'sha ba'zi odamlardan baland edi men uchun o'sha jonivor. Demak, odamiylikni da'vo qiladigan hayvonlar bor. Hayvon sifat odamlar bor-a? Bu oddiy haqiqat. Ularni bo'lishi tabiiy. Borda endi hayot haqiqati shu. Og'ir bo'lsa ham bor gap shu. O'zi har birimizni odamiylikdan chiqib ketishimiz uchun sabablar ko'p-da. Odamni odam bo'lib yashash uchun, odamni odam bo'lib qolish uchun asosiy yordamchi vosita nima? Odam farishta bilan hayvon o'rtasidagi mavjudot. Xuddi shu. Uni qorishig'idan paydo bo'lgan. Yuksalsa, kamol topsa, o'zini yolg'onini, kibrini o'ldira olgan bo'lsa, u arshda uni hurmati farishtadan baland bo'ladi. Agar past ketsa, tuban ketsa, hayvondan past. 1 million yil o'tgan. Odamzod 4 oyoqlab yurishdan qaddi tik bo'lib, qo'li yerdan uzilishi uchun 1 million yil vaqt o'tgan tarixda. Bukri beli million yilda rost bo'lganmish, lek bir damda tuproqdan ham past bo'lganmish. Gohida xor bo'ladi-da. Odam o'zini juda qattiq yerga uradi. Lekin odamlik saodati, odamlik sharafini hech narsaga almashib bo'lmaydigan narsa. Biz o'tar dunyoga talpinib, unga mahliyo bo'lib, yaltir-yultirga oshiq bo'lib,
ko'p narsani, jumladan o'sha aziz tuyg'ularimizni ham boy beramiz. Birov o'lsa içimiz achiydi, lekin tuyg'ularni o'limiga parvo qilmaymiz. Nechta til kamayib ketyapti dunyoda, tillar soni. Xuddi shunday insoniy tuyg'ular ham kamayib boryapti. Albatta kimlardir ushlab turibdi buni. O'shani hisobiga ham bu hayot tatlı, tabarruk, muazzam. Hislar o'tadi, tuyg'ular qoladi. Tuyg'ularni asrash kerak. Albatta. Hislar shuni bir to'ldiruvchisi. Tabiiy. Tuyg'ular va tafakkur birlashsa, nima paydo bo'ladi? Tafakkur aql mahsuli, insonni his tuyg'usi va aqlining omuqda bo'lgan bir mahsulini tafakkur desak. Tafakkur keng tushuncha. Shuning uchun tuyg'u va tafakkur birlashishida albatta iqbol bor. Yaxshilik bor. Shu o'rinda yana bir gapingizni eslataman-da, tarki dunyo qiladigan darajada kuchim yo'q degansizda. Lekin ojizlikda kuch bor. Kuchda ojizlik bor deyishadi-da. Balki bu kuch bo'lsa-chi? Dunyo qiladigan darajada kuchli emasman degan paytimdagidan hozir farq qilaman. O'zgardingizmi? Lekin kuch bor-u, unga iloji yo'q. Cho'l meni yashir degan bir esse bor. Xo'p, o'zingizga tegishli. Ba'zan bir narsalarni o'ylab Qul Hoji Ahmad Yassaviy hazratlariga havas qilib qolasiz. Mana 80 yilki eshitmas otam bizlarga ishonmay qo'ygan u bo'tam degan satrim bor. Xo'p. 80 yildan buyon eshitmaydilar rostdan. Endi bir xastalik sabab shunday bo'lgan yoshligida. Lekin ko'p narsada foyda qilyapti-da shu kishi. Ahmad Yassaviyga mehringiz o'zgacha. Albatta. Ularning bitta gaplari esimga tushib qoldi-da, yuragingga chekingil, yuragingda Alloh bor deydi-da. Demak, biz faqat yuragimizga chekinishimiz kerakmi? Biz u kishilarni aytganini ham qila olmaymiz, qilganini qila olmaymiz. Ojizmiz, a? Endi bir o'rtacha odamlarmizda. Shular endi Allohning bir ulug' bandalari. Ha, tanlanganlar. Tanlanganlar. Shu aytganini qilib yursak ham katta. Qilishga harakat qilsak ham. Harakat qilib, shu tomonga bir qadam bo'lsa ham, shu tomonga qarab yiqilaversak ham katta gap. Shoir o'zi qachondan yashashni boshlaydi? Yashayotganligini his qiladi. Bu lahzada yaqinlashmang, kuyasiz cho'g'man, qolgan paytda tiriklarning safida yo'qman. She'r yozayotgan paytda shu ko'p shunchaki o'tib ketgan kunlarni qoplab ketadi o'sha lahzalar. Tushundim. Demak, shoir faqat she'r yozayotganda yashaydi. O'sha mahsul qolgan payt hamma qatori tirikchilik tashvishida. Siz yashash uchun yozasizmi, yozish uchun yashaysizmi? Ikkovi ham to'g'ri. Ikkalasi ham kerak, a? Kerak. Nima uchun kerak, izohlab bering? Bu bir yaxshi ma'noda dard bu. Buni yozmasa bo'lmaydigan darajaga chiqadi odam. Nima uchun she'r yo'qolib ketmaydi jamiyatda? Umuman inson hayotida. O'sha Gomerdan boshlab to mengacha va mendan keyingi yigitlargacha nima uchun she'r yozadi va uni tinglovchisi ham yo'qolib ketmaydi. Dunyo qancha rivojlansa ham she'r tinglanadi. Tasviriy san'atni tomosha qiladigan odam chiqadi. Chunki insonning qalbining tub-tubida adolatga, Allohga, haqiqatga, chinakam bir mehrga hamisha katta ehtiyoj bor. Mehrga ehtiyoj keyingi paytda juda oshib ketyapti. Shuning uchun she'r yo'qolmaydi, shoir o'lmaydi.
O'zi aslida qalam, so'z insonga bejizga berilmaganda. Albatta. Bilasiz bu narsani. Lekin sizni dilingizga, tilingizga so'zlarni ko'chirilgani, she'riyatga bo'lgan mehringizni oshgani bu onangizni sizga nisbatan mehri va sehri ekanda. Bu ham bitta sababda, asosiy sabablardan biri har bir Shunday. inson uchun. O'zi so'z insonga nima uchun berilgan? Mana siz so'z Qizil odamisizda. va qora romanida bir gap bor. So'z insonga qalbidagini yashirish uchun berilmaganmikan deydi. Balki Lekin- so'zlash uchun emas, yashirish uchun. Lekin shoirlikda bu boshqa. To'g'ri Shoir kelmaydi. aks etish kerak. O'z qanday tabiiy bo'lsa shunday yozilmasa o'ladi u. Sodda shoirlar bor. Sodda shoir deganim qanday? Yozish uslubi soddagina. Xo'p. Muhammad Yusufday. Lekin o'shanday yozish qiyin. O'shanday chiroyli qilib yozish. Hozir ko'nglimda turuvdi shu gapni Muhammad Yusuf aytib qo'ydi deymiz a. Ha? O'shanday qilib yozish qiyin. Chunki u boricha aytdi. Soddagina, boricha. Hamma tushunadigan tilda. Shoirning siri yo'q, demak. Endi sir bo'ladi-da shunda ham. Sirni oshkoraligidan qo'rqmaysizmi? Yo'q. U sirlar bor, Bora. bor. Lekin She'rga ko'chgan ham sirlar bor. Matematik bir hisob kitobga o'xshaydi. Uni o'zim bilaman. Nima yashirib ketilgan. Lekin sinchi odam sekin anglaydi. anglaydi. Ajriqdan so'rabdilar. Nega sen qishda ham ko'karib chiqmaysan deb. Shunda Ajriq javob beribdi. Yozda ko'karib nima hurmat topdimki, qishda ham ko'karay degan ekanda. Shodmonqul aka, o'zi Ajriq nima uchun kerak? Mana siz Surxondaryoning so'lim bir tog'ida, go'shasida yashagan bir inson sifatida aytingchi. Ajriq nima uchun kerak? Ajriq atirgulni, rayhonni qadrini bilish uchun kerakda. Nimaga eng chiroyli narsani ajriq bosadi? Ajriq egallagisi keladi. Endi u bir biologik tilda aytganda sutxo'r jonivor. Sutxo'r emas, parazit deydi birovlarning hisobiga. U ko'kargan joyda yer kuchsizlanadi, hech narsa ko'karmay ketadi. Lekin ajriqlar yurtida ham deb bo'lmaydi. Ajriq ham ko'p, lekin rayhon ham kam emas. Shu o'rinda bir she'riy satringizdan to'rt qator o'qib beraman, maylimi? Mayli. Men bugungi kunga o'xshayman, tok o'tayotgan simga o'xshayman. Hurkak kiyik, ey g'amli yo'lbars, hay kapalak, senga o'xshayman. Ajoyib satrlarda. Bugungi kunga o'xshashingizni sababi nima? Shu O'zi bugungi kun qanday kun? bugungi kun tongda ishga, shomda uyga shoshgan odam baxtli. Tirikmiz shu hayot bag'rida. Biz bugungi kunni biz bor uchun ma'nosi bor. Men bor uchun shu kun menga qiziq, shu kunda ma'no bor. Men bu kunga yetib kelmagan bo'lsam edi, bu kunda menga atalgan ma'nosi ham bo'lmasdi. Shuning uchun bugungi kunga ham o'xshayman. Kapalakka ham, arslonga ham o'xshayman. Shunday bir tiriklikning shiddatiga atalgan bir satrlarda. Tushundim. Har qanday qadamlarimizni ona yer ko'tarib kelyapti-da. Siz qadam bosishdan, yerga qadamingizni qo'yishdan hech qo'rqmaysizmi? Qarzdorlikda his qilaman. Aynan. Ona yer deb bekorga aytmaganda. Ona yer, xo'p. Yerni qa'rida, yadrosida harorat juda yuqori. Nihoyatda inson dosh bera olmaydi. Bu onalarning qalbiga o'xshaydi. Onalarning qalbida mehr shunday ishlab chiqariladi. Oltin zahirasi ham, eng qimmat madanlarning zahirasi ham yerni qa'rida ishlab chiqadi. Onani mehri shuning uchun mutlaqo bo'lak. Men onam bir shunday shoir tabiatli, juda g'ayratli, juda kuchli, hayotga muhabbat, juda katta odam bo'lmaganda men shoir bo'lmasdim, ehtimol. Buni ko'pchilik biladi.
O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovni obrazlarini Abdulla Oripov filmida yarata oldingizda, qaysidir ma'noda bu qanchalik qo'lingizdan keldi? Endi Bu qanchalik oson, qanchalik qiyin? qiyin. Bu har bir kasbda o'zini egasi bor ekan. Men buni o'sha shavqiga, shuhratiga qiziqqanim bor gap. Qiziqib bordingizmi? Qiziqdim. Rejissyor taklif qilganda men o'ylaygar bir qiziqqanim rost. Bitta kishidan maslahat so'raganman, ustoz Erkin A'zamdan. Keyin bir ukamizdan, shu ikkovini maslahati bilan shu film bo'ldi. Boshida men o'ylagan narsa emas ekan u. Juda mushkul ekan. Siz nimani o'ylagandingiz? Endi chiqasam birdaniga yulduz bo'lib ketsam kerak deb o'ylagandim. Hammada bo'ladi bu narsa. Endi ancha yil bo'ldi bunga ham. Hozir 3 yildan oshdi. 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. E'lon qilinganiga 3 yil bo'ldi. Lekin ustozni oldidagi bir ma'naviy burcham bo'ldi. Shu baribir Baxt-ku bu. baribir men xursand bo'ldim baribir. Chunki u kishi bir ruhlari shod bo'lgan. Ishoralar bo'ldi. Ularning dunyolarining haqiqati nimada ekan? Siz o'sha haqiqatni ko'ra oldingizmi, his qila oldingizmi? Abdulla Oripov bo'lib rol o'ynash shunday qiyin ekan, bu gapni o'ylamayotganman. Yashash qancha qiyin bo'lgan ekan. Juda qiyin davrda yashagan ekan. Men o'zim uchun qayta kashf etdim. Kinoni menga bergan eng katta narsalardan biri ham shu. Men u odamni qayta kashf etdim. Rahmat sizga mazmunli suhbatingiz uchun. Bizda tezkor savollar bor. Imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Olislik nima siz uchun? Olislik, Olislik. bolalik, Sukunat. sukunat juda katta shovqin. Aslida. Odamni o'zini tinglashi. Uning ovozi sizni qo'rqitmaydimi? Yo'q. Shoirning eng katta so'zi Halollik bo'lsin. nimaga ulgurmayapsiz? Yaxshi odam bo'lishga. Yaxshi odam sizningcha qanday odam? Shu ichimda bor o'sha yaxshi odam, lekin men unga kun bermayman. Aslida hammamizda bor. Mayli. Bitta so'z ayting. Bitta so'z ayting. Yorug'lik. Yorug'lik. Bu so'zni aytishimda ma'nosi bor. Nima uchun? Yorug'lik degan inson bor. Ajoyib. Sog' bo'ling. Rahmat, javoblaringiz ajoyib bo'ldi. Bizda ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Albatta, oq va qora. Oq va qora nima uchun? Chunki yaxshilab yashasang bu umr qiynoq deydi Usmon Azim. Oq va qora. Oq va qora. Yaxshilab yashamasang bu umr qora. Yaxshilab yashamay, u yaxshilab yashasang deganda haqiqatda yashasang. Yaxshilab yashamasang dangasalik qilib og'irdi ustidan yengildi ostidan o'tib yuraversang bu hayotni ta'mini ham tuzini ham bilmay o'tib ketasan. Tushundim. Lekin yaxshilab yashasang bu mazza emas deydi. Rahmat, juda ham chiroyli javob bo'ldi. Shu o'rinda ko'rsatuvimizning yana bir an'anaviy savoli bor. Bu hayot suratini, hayot manzarasini nimagadir qiyoslab chizish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada tasvirlagan bo'lardingiz? Daraxt. Nima uchun daraxt? Nega daraxt? U bizga havo beradi. Bag'rida qushlar, qumursqalar yashaydi, meva beradi va bir kun kelib quriydi-da. O'sha qurigandan keyin ham olov bo'ladi. O'tin bo'ladi. Yaraydi bir kunimizga. Sovuqdan asraydi bizni. Bir daraxtcha bo'lmay o'tayotganlarimiz ham ko'p. Daraxt insonlarga o'xshaydimi? Inson daraxtga o'xshaydimi? Daraxtga o'xshayolgan odamlar yaxshi odamlar. Go'zal, juda ham chiroyli izoh. Demak, bizga hozir mana shu daraxtning suratini chizib berishga harakat qilasiz. Chizish bilmayman. Yo'q, hech kim bilmaydi aslida. Marhamat.
Jiringlab uyg'otdi barchani soat, so'ng o'zi to'xtab qoldi. Mayli, to'xtasa to'xtayversin. Bu shunchaki vaqtinchalik vaqtni belgilab beradigan soat. Umr azizlar, vaqtingizga rozi bo'lasiz. Bizda buguncha shu. E'tiboringiz uchun rahmat.